Assalomu alaykum azizlar. Bosh og'rig'idan hech qanday dorilarsiz, vrachga bormasdan qanday qilib men osongina bosh og'rig'idan qutuldim. Doimiy boshim og'rib yurardi, doimiy bosh og'rig'ini qoldiradigan tabletkalar ichib yurardim. Mana 2 yil bo'ldiki, hech qachon boshim og'rimayapti. Hech qanaqa dori iste'mol qilmayapman. Men boshim og'rib yurardi, nevrologga uchrashdim va menga nevrolog ko'rib, bo'ynimda osteoxondroz borligi, vaqti bilan yengil bo'ynimga o'zim massaj qilib yurishimni tavsiya berdilar. Va shundan keyin bo'yin sohani qizdiruvchi mazlar yoki uy sharoitida tabiiy foydali yog'lar bilan bo'yin qismimni uyda o'zim har vaqt yengilgina massaj qilib yuraman. O'shandan keyin umuman boshim og'rimay ketdi. Juda bosh og'rig'idan uzoq yillar qiynalganman. Davleniyam tez chiqib turardi. Demak, biz uzoq vaqt o'tiramiz, bo'yin qismimiz qotib qoladi. Hozirgi kunda hamma telefonga bog'lanib qolgan, kompyuterga bog'lanib qolgan. Uzoq vaqt yoki ishda ishlaymiz, bo'yin qismimizda nerv tomirlari qisilib qolgani natijasida bizni tez boshimiz og'rib turar ekan. Agar kimni bo'ynida mana shunaqa muammolar bo'lsa, tez davleniyingiz chiqib, tez boshingiz og'rib turgan bo'lsa, aptekadan birorta qizdiruvchi maz yoki bir foydali yog'lar olib, o'zingiz yoki uydagi biror kishilar sizni bo'yin sohangizni yengilgina massaj qilib tursangiz, xuddi menga o'xshab bosh og'rig'idan osongina xalos bo'lasiz. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, foydalanib ko'ring va natijasi haqida albatta kommentariyaga yozing. Agar siz kommentariyaga yozsangiz, sizni ko'rib boshqa yurtdoshlarimizga ham bu videomiz foydali bo'ladi. Qanchalik sizlar ko'proq like bosib, kommentariy yozib, videolarimni qo'llab-quvvatlasangiz, sizga doimiy men foydali videolar chiqarishga qaror qilaman. Siz bilan Gulsara Norova bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha barchaga xayr, sog' bo'linglar.